Ama bu vakit bu xalqaro diniy erkinlik yig'ini mezgilda ham shu maxsus Uyg'ur majburiyatiga yaqin bundan bir panel bo'ldi hamda. Bu panelni bir ta'sis qilishning siz qanday bir aktivada qo'yasiz inshaalloh bunday vaqtda. Chunki xabarimiz bor bu nimaga bu qitimqi o'sha diniy erkinlik oliy darajalik yig'ini deymiz hamda bu dunyoda borgan sari kuchayyotdi. Biz yil mana nurg'unlagan davlatlardan hozir kirgan adam shu yig'inga qatnashgan odamning soni 1000dan oshadi. Bu insonlar nurg'unlagan davlatlardan keldi. Bo'libmi bu diniy erkinlik yig'ini bo'lganligi uchun diniy jamoatlardan keldi. Afrika shu dunyodagi 5 qit'aning hammasidan kelgilik. Biz uyalarga hatto boranmaydigan davlatlarda hamda bizga bu nihoyatda cho'ng bir fursat hamda. Bu yerda o'sha mecburi emgek to'g'risida ochgan yig'inimizning sababi bularni buningdan xabarlantirish. Bularni bu davlatlarni shunday tadbirlarning elishini tashviq qilish, mushuning rag'batlantirish, uningdan keyin bu yerga kelgan diniy zotlarni, diniy rahbarlarni, diniy jamoat rahbarlarini shu Uyg'ur masalasidan xabardor qilish, bularga ma'lumot berish, bularni bu ham deganimdek shunday tadbirlarni elishga undash. Undaq bo'lganda yana shu majburiy emgak temasidan boshqa yana shu Uyg'urlar duch kelgan hozirgi diniy e'tiqod erkinligini bu jihatdagi zulmlar haqida bir qanday faoliyatinglar bo'lmoqchi bu yig'inda? Bu yig'inda albatta bizniki hozir chiqargan bir hatto bir mushu yig'inga atab chiqardik, bir doklad chiqardik. Mushu Uyg'ur büyüyle yani ayal dini rahbarlarniki qandaq zulmga uchrayotganligi to'g'risida bu umumiy Sharq Turkistondagi diniy bisim xususan ayollarniki Uyg'ur ayollariniki Sharq Turkistondagi diniy ayol rahbarlarniki uchrayotgan zulm haqida bir doklad chiqardik. Shu dokladni bu yerda taqdityapmiz. Bu necha yuz tani bostirdik. Buni musha kelgan jamoatga, jamoat rahbarlariga, diniy jamoat rahbarlariga bu yerda taqdityapmiz. Bu diniy nimada her nimasida Uyg'ur masalasi tilga ilinyapti. İçiliş murasimida ilindi, yepilish murasimida Uyg'ur masalasi tilga ilindi. Uyg'urlarniki diniy bisimi asosan bo'layotgan diniy bisim bular tarafidan bilingan bir voqea. Yani bu dini bizniki bu dini shu diniy erkinlik grubimiz var. Bu grupta mesela minberimiz var. Bu minberde 60 neçe teşkilat var. Şu teşkilatlar arkalık zaten bu Uygurlar bo'lgan her hafta bu yig'in içildi. Şu minberning yig'ini. Şu minberning yig'inida biz Uygurlar bo'layotgan diniy bisim haqida bu bütün şu yig'in qatnashuvchilariga ma'lumot beryapmiz. Shuning uchun bularningki bu Uygurlar uchrayotgan diniy nimadan kundilik deganda xabardor bo'lib turyapti. Endi bularningki qandaq bu jihatda boshqa nimalar yana bo'lyapti deganni bularga bildirish uchun bo'libmi Uyg'ur majburiy emgakini, Uyg'urlarni qul qilib ishlatayotganligini Xitoyniki buni bildirish uchun xususan shu budaqitimqi yig'inda bu masalaga ko'proq eg'irlik berdik, ko'proq shu masala ustida markazlashdi bizning faoliyat. Bu qatimqi yig'inning bosh temasi shu diniy e'tiqod sohasidagi erkinlik hamda xuddi sizning xabaringiz bo'lgandek Uyg'urlar uchrayotgan asosiy zulm hozir eng cho'ng mazmuni diniy e'tiqod jihati bo'lyapti hamda sizningcha qatimliq yig'inniki Uyg'ur jamiyati uchrayotgan shu hozirgi zulmni oxirlashtirishga shunun bir azroq bo'lsin bir shunun bir foydasi bo'ldi deb o'ylaysiz? Albatta foydasi bo'ldi deb o'ylaymiz, chunki bu shu dinga, shu yig'inga qatnashgan deganimdek necha mingdan oshiq odam keldi buningga, dunyoning 60 necha davlatidan odam keldi. Mushularga bildirish bu bo'layotgan zulmni. Chunki bularningki ko'p sonligi shu o'zlarimo diniy bisimga uchrayotgan jamoatlarningki vakillari bu yerga kelyotganlar. Shuningga bizningki masalamizdan xabardor bo'lsa, albatta bular o'zlariningki bo'lgan vatanlarda, o'zlari turayotgan davlatlarda bu masalani teşvik qiladi, bu masalani ularni keng yoyidi, bu Uyg'urlarningki uchrayotgan diniy bu jihatdan albatta bir jamoatlarni, diniy jamoatlarni xabarlantirish. Biz boranmagan davlatlardagi xalqlarni biz uchrayotgan diniy bisimdan xabarlantirish. Diniy bisimning yanında yana Xitoyningki irqiy qirg'inchilikni tushundirish masalasida bu bizga nihoyatda foydali bir yig'in.
Bugün bu yığınğa sizin təşkilatınızla məxsus bir üstəl tayarlapsızlar. Yəni ki özünüz bugün çünki bir panelda söz qıldı ikənsiz həm də muş yığın bir sizdən faydalanıb siz muş hazırmış Uyğurlar duş atqan muş zulmlarını qaysı şəkildə bularga bir tonuşturmoqchi bu. Şimdi dinni erkinlik degen insanlarınki en tüpki asasi insan haklarının biri. Bizim işgaliyatki Şarkı Türkistan'da Xitay hazır Xitay hükümeti bizim milletimizni bütün bir millet qatarida yok qilish uchun irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan vaqtida dinni erkinligimizni bunu asosli bir tarafdan shu Xitoy hukumatining islomga qarshi urushi bilan Uyg'urlarning hech qanday bir dinga e'tiqod qilish haqqini qo'ymayotdi. Shuning uchun bu yerda biz Sharqiy Turkistonda bo'layotgan ayollarga, bolalarga, ziyolilarimizga, bütün Uyghur milletiga bizningki örf adetimiz, kültürümüz, tariximiz hamma tarafdan bizni jüp tashlab bir millet sübtida yo'qtiman deyotgan Xitoy hukumatining jinoyatlarini oshkorlash uchun biz bu yerda bizning muashu maxsus hozirlagan bizning Campaign for Uyghur harakatininki üstelimizde Uyg'urlarninki örf adetiga munosabatlik ve Xitoyninki elib berayotgan irqiy qirg'inchilikning 10 10 stages of genocide 10 darajasi başlanışdan oxirigacha bugunga qadar anandan keyin bütün shu tafsili holda bir Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan jinoyatlarni fosh qilish uchun materiallarni hazırladik ve bugun tushdan keyin men bir panelda shu nuqtalarni so'zlayman. Sizning ayliqi so'zlamoqchi bo'lgan muhim nuqtalaringiz haqida gap berasiz? Mening so'zlaydigan temam shu digital nazorat, nimiz Uyg'urlarninki telefonlari, chiroy tonish, ovoz tonish, har turli texnologiya orqali va gen sampullarini, genlarini, qonlarini tekshirib turib, hamma tarafdan elib berayotgan irqiy qirg'inchilikning bir muhim tarafi bo'lgan shu surveillance tarafdan so'zlayman va buningki yolg'iz Sharqiy Turkistonda Uyg'ur milletiga va shu yerdagi ishg'oliyatdagi Turkiya xalqimizga ham emas, Xitoy hukumatiningki TikTok orqali va Huawei, Hikvision qatorliq her türlü texnologiya orqali bütün dunyoga buni yurgizayotganligi va Uyg'urlarga qartayotgan Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan olib berayotgan chegara hal qilgan zulmlari, Uyg'ur Amerikaliklar, Uyg'ur Yevropaliklar, Uyg'ur Kanadalik, Avstraliyalik Uyg'urlarning Turkiyada yashayotgan, O'rta Osiyada yashayotgan bütün Uyg'ur xalqining gerçi şu erkin davlatlarda bo'lsa-mu, yanalam ularning bexatarligi hech qanday bir kafolatga ega bo'lmayotganligi ve ailelerini görevge elib elib vatandagi urug' tuqqanlarimizni mening hadamga o'xshash ve başka bütün şu diasporadagi Uyg'urlarning oila tavallariga o'xshash milyonlagan hadlarimiz, singillarimiz, onalarimiz, dadalarimiz, akillarimiz ve Uyg'ur ziyolilarini tutib turib chet eldagi Uyg'urlarga qilayotgan besimlarini tanıştırıp etmekçi. Rahmet sizga. Bugün ma yig'in jarayonida nihoyat yaxshi bir ustal tayyorlabsizlar. Shu Uyg'urlarning milliy madaniyati xalqchaq narsalar bor ekan. Hatto diqqat berganlar bo'ldimi yig'in kelganlar ichida? Albatta siz bilgandek bugün birinci günü atigandan başlaplam nurg'unlagan bütün dünyanın her taraflarından kelgan qarindoshlar deylik kelib savol so'rab, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida savol so'rab, diniy erkinlik haqida savol so'rab ketganlar bo'ldi. Siz ko'rgandek ba'zi kitoblarimiz bor. Bu kitoblarni nereden setib olamiz deb so'radi, men deb berdim. Uning ustiga bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin degan maykini setib olishni xohlaydi, qayerdan olamiz deb so'raganlar bo'ldi. Nihoyat qizg'in, bizmi vatanimizda bo'layotgan shu irqiy qirg'inchilikni şunun bilan birga dinimizni, islom dinimizni vatanimizda qarindoshlarimizni yaşayamayotganligi, mechitlarimizningki yo'q qilinganligi yuzlagan, hatto minoratlarga ravoqlarni qilib o'zgartirish kirgizayotganligini, xalqimizning u yerda namoz o'qiyamaydigan, ro'za tutamaydiganligini ularga bildirdik diniy tarafdan va shundaqla yaqinki
teşvikatlarda xuddi turizmga içilgandek vatanimiz, dini erkinlik badek bir xil teşvikatni quvvatıdı Xitoy. Biz mu hazırki ahvalını düşendirip, aslında undaq emasligi, onun bir başqalarga ko'z tush uchun sabab qilingan, yani oldin vala tayyorlangan bir sahna ekanligini tushundirib, onundan başqa şu Uyghur irqi qirg'inchilikni to'xtatish uchun nimalarni qila olamiz degan savolga ko'nglingizdagi Uyghur kişilik hukuk projekti var ya da Campaign for Uyghur hareketi var, biz var, hemmimiz o'xshashlam şu Uyg'urlarni qo'llanglar, faoliyatlarga qatnashinglar, o'zinglarningki parlament a'zolariga, kongress memberlarga, avommiz senat palata a'zolariga xat yozinglar, telefon ochinglar deb shularni so'zlayapmiz. Andaki sizin xabarınız bo'lgandek belki bu yig'inga yana islom ellerinde bir vakillar kelgan o'xshaydi. Sizlarda boshqa islomiy o'maklarida uchrashishda suhbatlashib bir planlar bormi shu yig'in jarayonida? Albatta, tuni gün içilish nimasigimi Argentina'dan kelgan yoki boshqa dunyoning boshqa taraflaridan kelgan nurg'unlagan imomlar emas, hamda shu priest degandek, rabbi degandek hamma dinning liderleri, başçıları, önderleri keldi. Shular bilan mu so'zlashdik. Biz mu albatta hamma diniy zotlar bilan ko'rishib, vatanimizda bo'layotgan şu zulüm bilan billa diniy erkinlikning yo'qligini, qanchalik qarindoshlarımızın qiynalıyotganligini shularga uqtirish, hamkorlashish, shuni ko'zda tutib shular bilan ko'rishyapmiz. Vatanimizdeki dini çeklimlerden başka, siz ko'rgandek üstünümüzde nurg'unlagan medeniyetimizni ko'rsatadigan, urf-odatlarimizni ko'rsatadigan buyumlar mı var? Ravab, tutta degandek, çalgılar, kitaplar, resimler, kiyim-kechaklar degandek, biz mi bunu ko'rsatish orqali Xitoy hukumatining yo'q qilayotgan medeniyetimizni biz chet ellarda davom qilganimizni, uning hargizmi yo'q bo'lib ketmaydiganligini, kelgusiga biz ümit bilan qaraydiganligimizni ve bunu davom qilganimizni, Amerikada tug'ilgan bolalarimizni shularni o'gitib cho'ng qilganligimizni isbotladik. Yaxshi, ko'p rahmat sizga. Ko'p rahmat.